Assalomu alaykum. Ilohim guruhimiz a'zolari, mana biz navbatdagi obyektimizga turniketni ustanovka qilib qo'yib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, mana biz hozir Toshkentdamiz. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, turniketlarni ustanovka qilib hamda ta'mirlab beramiz. Bu turniketimiz Ziken brendidan bo'ladi. Hozirda buni qo'yish jarayonidamiz. Xudo xolasa bizni kuzatib boringlar, videoda oxirida qolgan jarayonlarni ham qo'yib ko'rsatib beramiz inshaalloh. Kimga mana hozir bu turniketimizni xudo xolasa qo'yib beramiz, ustanovka qilib. Bu yerga hozir navbatga knopka qiladi. Bu yerda bemalol axirgi knopkani bosib ochib, ishchilarni bemalol o'tkazish funksiyasiga ega bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib sizlar bilan birga aloqadamiz, xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib. Mana shu obyektimizni bitchizib topshirdik. Hozir shu obyektga mas'ul bo'lgan odamlar o'z fikrlarini bilib olamiz. Aka turniketlarni qanday chiqibdi? Tekshirib olamizmi? Rahmat, bizga ham bor qaror beradi. Bu klientlarga qanday tavsiya berasiz? Endi hammani mashg'ulotlarga o'tishga tavsiya beraman. Ishlarimiz ma'qulmi? Sog' bo'lasiz. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Aka rahmat. Sizlar ma'lummi? Rahmat.